Sizin karşı kurash bo'limi boshlig'i. Murojaatimiz bor, murojaatga asosan keldik. Ikkisi bilan kelib ko'rish ketgan ekan. Kelib ko'rgan holatlardan chitlagan holda men o'zimga taalluqli narsalarni ko'rib ketaman. Xodimlar bilan birma-bir gaplashamiz. Murojaatida ishtirokini asosida ko'rib berasan deb talab qilishgan. Ismoil va Yusuf murojaat to'g'risida qonunda ko'rsatib qo'ygan. O'sha bo'yicha aralashishmaydi, faqat o'tirishadi. Aynalab tashqarilarni ko'rmaysizlar, oshxonaga o'tmaysizlar, bolalar oldiga yaqinlashmaysizlar, xodimlar bilan savdo qilmaysizlar. Faqat gaplashayotganimda men oldimga o'tirasizlar. Agar menga kerakli ma'lumotni ola olmasdan yoki olganimdan keyin o'rtada tafovut bo'ladigan bo'lsa, savol qilishimiz mumkin. Sizlardan xudo tushunish shart bo'lamanki, xodimlar bilan bitta turganimda o'sha narsaga izoh berib ketishimiz mumkin. Men mani ishtirokimga savol berganimda xizmat qilamiz. Men mudira bilan oxirida gaplashamiz. Oxirida siz bilan bularni ishtirokisiz alohida o'zingiz. Ular ko'rishni o'tirishni kelamiz. Balkim bugun, balkim ertaga, balkim indinga tugatayotgan joylar. Shu. Ba'zida 160 ta qonunchilik buyrug'i bor. Xodimlar kelayotganda obязательно byuro bilan kelishadi. Men byuro bilan kelganman, murojaatga qilsam, hozir 160 ta byuro ko'rsatilgan. Barcha qattiqlash bo'yicha. To'g'ridan to'g'ri borib, yoki og'zaki murojaatga, telefon orqali tushgan, yozma tushgan murojaatlarga, to'g'ri murojaatga kelib to'g'ri o'rganish haqida. Shunday sizga byuro tanishtirmayotganim sababli. Byuro so'ramadim. Endi bo'lim bor uchun men buyruq so'ramadim. Yo'q, bular menga yordamchi hisoblanadi. Falon odamni chaqirdi, buxgalteriyada mana hujjatni, mana kengashdan boshqa kerak talab qilganda olib kelib mana ko'rsatib beradi. Qayerda o'tirishingiz? Mana shu yerda. O'sha xonalar bunlar ham sizning xonangizmi? Ha, mening xonam. Yana bitta gapirib chiqaylik. Yo'q, hamshirani xonasi qayerda? Hamshirani xonasi nimada? Zalda. O'sha kichkina to'g'ri. Mayli. Ventilator qo'yib olamiz. Nima aytdingiz, sizdan o'tirib qo'qqis odam kelib qolishi mumkin, kerakli xonim kerakligini qilishi mumkin. To'g'ri. Ishga xalaqit bermay qoldi, shuni qo'ying. Yo'q, yana xona bo'ladi. Mana xonalar lekin bir sarqaroq qo'ygan. ventilator qo'yib beramiz. Ha, bu qo'yganmi? Bu yoqdan qo'ygan. Bu yerda murojaat qildik. Bu sizin mağduriyatı hakkı yok. Aslında telefonun masrafını göndermeye. Natalista. Bu mağduriyat. Sizin mağduriyat. Sizin ben söyleyeceğim. Sizin yozishga haqli ekanda uni yozishga ham holini qo'ydirmayotgan qilib Shunaqa yozqizib tashladi. To'g'ri. Shunaqa deyishadi. Sen Men bo'limdan metallistman, o'qchilar bo'yicha. Sen gapirsang deb hozir bolangni bilan qizingni oldiga borib hamma nima bo'lib yeganingni aytaman deb najm qilib yozib tashladi. U yozadimi sahna o'zida. U sen yozgani to'g'ri bu. Yo'q. Siz o'zi chaqirishadi. Nima qilasiz kiribsiz? Shunaqa. Biz o'chirib kiraman deyapti, chaqirsa kiradi. Navbatdan. O'zimizda kotiba bo'lgan ishlaydi-da, yarimta betda. Xonim ko'p yurtda bunaqa xonim güzel holatlar opada ko'p-da. Mana uni Bu davlatni boshqasi, xususiy boshqa emas. Men faqat shu tarafdorman. Davlatning qonun qoidasiga bo'ysunib ishlashni tarafdorman. Hamma bitta buni emas. Hammasi ham. Meni hozirda bog'cha mudiri qo'ysa men ishlamayman. To'g'ri. Bolalar ustida biznes ham qilmayman, bolalar ustida yashamayman. shu ishlat olinadi, uni o'zidan chaqirib, holat bo'yicha nima qanaqa bo'ldi, opasidan olasiz, buni tushunishlarni olasiz. Kelasi direktordan xatarni Shuni arkasidan bo'lyapti. Hamma qanchadan beri zavod qachon bo'shadi? So'z birinchi yildan Yo'q, uchinchidanmi? Shu 20 Buyrug'i yaqinda chiqdi-da. kim shug'ullanmayapti? O'zida endi shug'ullanyapti, hamshirakalar. Yo'qmi xodim? Yo'qmi? Yo'q, zavxozlik bizni nimamizdan rayonadan qo'yilgan. Yo'q, siz tavsiya qilsangiz borib aytgan ishga olish ulardan.
ishlaydigan sizku Yo'q, men tavsiya nomzod bering dedi. Men tavsiya qilmadim, Nafisa opa bo'laman dedi lekin kalitni olib o'zi harakat qilib ko'rdi, bir 10 kuncha ishlatdi, keyin 10 kundan keyin men hali juda nima bo'lib ketdi, kalit bir dona berib ketdi ekan zavxoz, lekin men zavxozdan kalit olmay priyordachi bo'lgan yo'q dedim. Desam ham olgan ekan, shubhalandim, zavxozda kalit bo'lsa dedimda nimani yangilatgandim. Shundan keyin Nafisa opam jahli chiqib qoldi. Qulfda yangilanadi, zavxoz bo'shagandan Endi men ham o'zimdan qo'rqib barcha javobgar shaxsligim uchun qo'rqqanimdan qulfni yangiladim. Hamshiram bilibdi. joyda ko'rib chiqib, konsultatsiya xonani.